Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xevir To'mirning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Molla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Uni bek paranchi deydi. Uningda gap degan tayyor turdi ekan. Anglasam, vona bilan qattiq tutishdi ekan. Molla Zaydin degan qonchilik bir nima ekan? Bizning Qashqada nini no'chlaba. Men degan tog' odami bog'langanning qo'lini yashgan, bo'rining quliqini, tulkining quyruqini kesgan, bag desang bagdak, shoh desang shohdak, erkin ozodi o'tgan odamman. Lekin Molla Zaydin degan yenib kaptudak. Endi uni Beyjingga minibdi deydi. Beyjing degan biz bordigan joy. U yalang to'shga nima qo'ydi endi? Seni qo'ymi seg'indiq. Sen kiribiding. Ko'nglimizmi tutun bo'lib qoldi. Men aslida duogo'y emasman. Avliyomu emasman. Mushunda bir jahon kezguchi. Jam'i 5 harva bir karvan bo'lib mingan edi. Darin tushgan ko'rkam harva karvan beshi bo'lib hammaning oldida mingatdi. Harva qo'ng'iroqlarining jaranglashi, harva chaqlari va ot tuyoqlaridan ko'tarilgan ovozlar o'zaro moslashib poyonsiz keng sayda jarangliq nag'ma hosil qiladi. Harvalar borgancha uzoqlashdi. Uzatqili chiqqanlarmu harvalarning qarisi ko'zdan g'oyib bo'lg'ich turib, ondan qaytib ketishdi. Harvalar to'limu osta mang'atdi. Yiroqdan qaraganda go'yo yerga mixlab qo'ygandek ko'rinadi. Mushundaq osta sur'atlik harvida mangan yo'lovchilar yo'lning uzunligini, o'zi yashayotgan makonning kengligini haqiqiy tushunadi. Nima degan uzun yo'l ha? Poyonsiz soy, kishining tishini qiyirishtiradigan g'ichirlashlar har qanday yo'lovchini zeriktiradi. Ammo yo'l azobini yo'lovchilar uxlab yengadi. Harvi keshlar mugdaydi. Mugdashdan zeriksa yerga tushib harvining yenida piyoda mangadi. Shunga qadimki harvi yo'llarida ikki choq bilan 3 otning tuyoq izi bo'lgandan tashqari yana yondab mangan harvi keshning oyoq izimi ro'shan ko'rinib turadi. Harvi keshlar bu uzun yo'llarni naqshsiz bosmaydi. Naqshi aytib ich pushqini chiqarish ularning safar odati edi. Tog' ichiga kirganda ovozini bo'lishiga qo'yib berib, naqshi aytib tog' ichini jaranglatib etadi. Harvi keshlar shu yiqimliq sadolarning sehriy kuchida qattiq yo'l azoblarini sezmasdan olg'a bosadi. Manzilga bir qancha yo'l qolganda harvi keshlar yana naqshi aytadi. Ular shunda qilishga majbur edi. Chunki manzillarda ularning mo'liq naqshlarini yoqtirib anglaydigan ko'ngli yaqin do'stlar bo'ladi. Harvikesh necha kun burun u tarafga minganda bu do'stlar oq yo'l tilab uzitib qo'ygan emasmidi? Uzun yo'llarni harvida xuddi bo'shikda yotgandek so'zilib yetib uxlab tugatgan Darin harvikeshlarning yo'l ustida aytgan mo'liq naqshlarini armonsiz anglamoqda edi. Qumul tarafdan kelgan 5, Pichan tarafdan kelgan 4 harvidagi yo'lovchi, savdogar va ot uloqning ko'pligida 2 oilalik saroyvandan boshqa aholisi bo'lmagan. U chat bu chetiga ko'z yetkisiz g'insay o'tirsidagi 7 quduq o'tini birdilla jonlanib ketdi. Bir-biriga tutas selingan dangning ichi odam va ot uloqlar bilan to'ldi. Qayergili qarasa, eg'in avatgan ot uloqlarning chang to'zanlari ko'rinadi. O'zaro salomlashib, mungdishivatgan odamlarning paranglari anglanadi. Kech tarafda yana bir necha turkum eshak karavani kelib tushgun qildi. Omad kelsa qo'shlab ketdi degandek o'tang texmu avatlashib ketdi. Necha kundan billi kelayotgan harvikesh yo'lovchilarga qumuldan mangacha amaldorlar yo'lliq tutgan non to'qach, meva-cheva, go'sht, tuxumlarni in'om qilib beqib kelgan Darinning bugun 7 quduqqa to'plangan odamlarni ko'rib, yana sexiyliqi tutdi-da, ularga texmu cho'ngroq in'om bergisi keldi.
xizmatkari orqali surishti qilib Sarayvanning beqib samiritgan bir dona qo'chqirini setib elib yo'lovchilarga in'om qildi. Bu ish nihoyatda chapson o'rindaldi. Bir necha odam hashpash degicha qo'yni so'yib parchalab Sarayvanning qozoniga soldi. Bu iltifotga hamma odam hayron qoldi. Mundaq ish 7 quduqdala emas, balki Xotandan tartib Qumulgacha bo'lgan oraliqdagi uzun yo'l va son-sanoqsiz o'tanglarda hech qachon ko'rilib boqmagan edi. Odatda u yoqdan bu yoqqa harviliq mingan amaldor darillar yo'l ustida harvikesh yo'lovchilarga in'om berish u yoqda tursin, balki manzil o'tanglarga kelganda o'z hayvisini ko'rsatib qo'yish uchun bo'lsa-mu, arzimagan bir ishlarni bahona qilib harvikeshlarni bostirib uratdi. Dangja sarayvallarni o'rinsiz tillab, sholalarini chechib, o'tanglarni potpora qiladi. Bu xil ishlarni ko'p ko'rgan harvikesh yo'lovchilar bu darinning ilgirki har qanday darin amaldorlarga o'xshamaydigan saxovatlik odam ekanligiga xushal bo'lishdi. Qozon qaynadi. Sho'rpa tayyor bo'ldi. Yo'l azobida ichi qurib, g'urunqib ketgan yo'lovchilar g'iydir qachilarga nonchilab, sho'rpaning yuzlik yeridan qo'yib ichishdi. Semiz go'shtning sho'rpasida hamma odamning qanoylari moylashdi. Har ishga dangi tushkun qilgan harvikesh, eshakchi, sodigar, yo'lovchilar bir-birini chillishib go'sht yeyishdi. Go'shtdan keyin tishlarini qo'lashqash, ezilib o'ltirib bir so'rin tuzdi. Bepoyon osmon sheshidek suzuk edi. Yulduzlar yaqinli bir yerda xuddi ko'cha chiroqlaridek chaqnaydi. Sharq qupiqidan yengili bosh ko'targan to'lin oy kang vodini gunga yo'ritmoqda. Tog'ning kashlik salqin shamili sho'rpa ichib tarlab ketgan kishilarga orom baxsh etmoqda. Ular rohatlanib o'ltirib, har kim o'z qayoshi bilan mungdishatdi. Harvikeshlar ot harvi to'g'risida, eshakchilar eshak qechir to'g'risida, sodigarlar soda setib to'g'risida so'zlashatdi. Bu xil kasbiy paranglar nima uchundir kishilarning talabini qanoatlantirolmaydi. Ularga hozir heli yegan go'sht, ishgan sho'rpadanmi lazzatliroq ma'naviy ozuq zarur edi. Bu keng kushoda, erkin o'tangda ularning qaqoqlab kulgisi, ko'ngil ko'tirgisi, bo'lmug'ir ishlarga, paskashliklarga la'nat nafrat bildirgisi keladi. Hey Dugam, bekor o'ltirg'ichi bekor ishlar degandek, jim o'ltirg'icha Molla Zaydinning paranglarini so'zlab bersang bo'lmamdi. Bilmasam, men qaraganda mutallib jiq belidi. Yo'q, o'zing so'zla. Navbat kelganda mutallibmi so'zlaydi. Ko'pchilik taraf-tarafdan vorqirab talab qilishdi. Kimdir biri Dugamni tortib o'tirg'i chiqardi. So'zlab bermasang o'mlab bersan, qani ikki ishdan biriga tura. 30 o'g'il, 9 qiz to'plangan katta so'rinda so'zlab bermagan odamni munda xijil qilmasanglar. Gapni topqanda yor yo'q, yorni topqanda gap yo'q degandek, mundaq obdan so'rinni topqanda gap qechib ketganini qara. Nima desam bo'la? Hey. Qandaq bo'lsin, bir nima da, bo'lmasa parangga usul o'yna. Ikkidan birini o'rindamisang, seni qo'yib bermaymiz. Hey. Yaman vaqtni xijil qildinglar-ku. Men marikida kerak kelmaydigindan meni to'liq qistavermanglar. Gap topolmagan bo'lsam, Molla Zaydin samsi sotganni so'zla. Hey, u kichik ish-ku. Mayli, shunda qilib boshlanmamdi, so'zla. Anlagan tursanglar, yana anglaymiz, so'zligini. So'zlasam so'zlay. Molla Zaydin bozor kuni samsi setibdi. Sotqandimi, azon setibdi. Boshqalar 2 dochandan sotgan bo'lsa, u 1 dochandan setibdi. Bir xayrida yegan samsidan bir tal yeb chiqqan ekan. Yebni qo'liga elib-elib, ustam, samslarning qo'rsqidan mato chiqyotidi deb ochiqilibdi. Molla Zaydin uningdan bakrak ochiqilib, "Adash, bir dochanga sotgan samsidan mato chiqmay, tovar chiqsa bo'lamdi" deb ko'zni chaychatgan ekan. Xayrida gap qilmay ketib qopti. Endi tugidi.
Yo'q tugimidi, Molla Zaydinning qiynotisi haqidagi hikoyani so'zla. Hey, bo'pti so'zlay. Molla Zaydinning qiynotisi bek po'chi odamkan. Bir kuni u Molla Zaydinni chaqirtib, "Bugun Samatdagi pulni og'ili borman. Sen men bilan borsan. Bugun u yaxshilikchi bo'lsa, xayriyat, pulni ilib qaytibli kelamiz. Agar bermaydigan bo'lsa, men cho'qim xuy qilaman. Beribla biz rosa uraman. Sen eshikning sirtida quloq silib tur. Lekin esingda bo'lsin, oldirab kirib qolma. Samat xeyli voyjon deganda ondan kirib ajratib ol. O'zing bilasan, mening qo'lim qattiq. Agar kirib ajratib olmasam, uni qattiq urib etib, o'zimga ish tepilishim mumkin" debdi. Molla Zaydin qiynotisining gapi bilan billa beribdi. Helimu yaxshi, Samat uyda borgan. Molla Zaydin eshikning sirtida turibdi. Qiynotisi uyga kirib, necha eg'iz changildab so'zlashibla jimib ketibdi. Molla Zaydin quloq silib tinishsa, uy ichida guldir taroq ovoz bilan vaqildatib urayotgan mushning ovozi anglanibdi. Ehtimol qiynotam Samatni besib olib urayotgan bo'lishi kerak deb quloq silib turaveribdi. Xeyli uzungacha uy ichida voyjon degan ovoz anglanmabdi. Molla Zaydin ichi pushqandek bo'lib, eshikni qiyo ichib qarasa, Samat uning qiynotisini pagog'i besib olib, rosa urg'uli turibdi. Buni ko'rgan Molla Zaydin yugurib berib, Samatning gajgisidan tortib, ittirib etib qiynotisini qutqizib olibdi. Bular yo'lda xeyligacha gap so'z qilishmay, jim minibdi. Bir chaqda qiynotisi Molla Zaydindan qiydiganda qilib, "Bir oz boldir kirsam bo'lmasmidi?" debdi. Molla Zaydin darhol topi qilib, "Samat voyjon demagandan keyin siz bo'lsangizmi bir qatim voyjon degan bo'lsangiz, anglasamni kiratdim emasmi?" debdi. Gapga kelganda otsig'imi yo'l qo'ymaydi ekan. Yana so'zligina. Kishilar Molla Zaydinning paranglarini zadila anglab qolmaydi. Amaliyotda ular bu gaplarni ko'p qitim anglagan bo'lsa-mu, yanada anglashga qiziqadi. 5-10 qitim anglaganlarimi o'xshashla anglaymiz deb to'g'laydi. Har qitim anglaganda ilgirkiga o'xshashli kuladi. Bu zada nima uchun? Buningdagi hikmatni hech kim bilmaydi. Oxun qozlog'imi yo'l qo'ymaydi ekan. To'g'ri, bu gaping rost. Bir kuni Molla Zaydin eshikini yetilab, Lechun madrasasining oldidan o'tib ketib olsa, qozi oxunim ko'rib, Molla Zaydin kimning eshigi deb so'rabdi. Qozi eshakni ishorat qilib, "Qozi oxunim mening eshigim" deb javob beribdi. Molla Zaydin shu olli qozni ishorat qilib. Yana Molla Zaydin har qitim taraf og'ili kirganda uchsidagi choponni silib, qatlab, tom beshig'i ep qo'yib, ondan tarat oladi ekan. To'xti qozi degan kishi uni masxara qilmoqchi bo'lib, "Molla Zaydin, sen bu choponni to'limi cho'ng ko'rdi ekansan. Navoda tom beshig'i qo'ygan yeringdan o'g'ri ep qo'ysa qanday qilasan?" debdi. Molla Zaydin shu on javob berib, "Qanday qilatdim? Voy to'xti o'g'ri deb orqadan qo'g'lamamdiman" debdi ekan. To'xti qozi lomjim deyanmay, og'izni yumgan peti jim bo'lib qopdi. Boylarning og'zini ochqizmaydi ekan desa. To'g'ri, Molla Zaydin bir kuni xotinini otga mingizib, juma qildirg'ili ketib olsa, yo'lda bir boy uchrabdi. Boy ularni ko'ribla, ko'rmagan bir nimadak ajab chinchoplashtirib mengibsan deb masxara qilibdi. Molla Zaydin shu on javob berib, o'zlariga o'xshash xotinlarimizni omonat qo'ydigan ortiqchiliklarimiz bo'lmagandan keyin moshunda chin chaplashtirib mangdim deb tikan. Boy qilgan so'ziga pushaymon qilib ketib qopti. Yana birini so'zlab beray, ha? Molla Zaydin bilan tangdimatlik bir boy bolasi bir so'rinda tosh tolishib, "Men Molla Zaydindan 5-10 yosh kichik. Uning to'yi bo'lganda men texi ishtonsiz yuratdim" debdi. Molla Zaydin javob berib, "To'g'ri, sen shu chog'ladimi hozirqidakli izoh tortishni bilmayding. Izoh tortishni bilmagan odam 15-20 yoshlarga kirgandimi ishtonsiz yurayverdi" debdi ekan. Eliqi boy bolasining demi ichiga tushib ketibdi. Kulki ko'tarildi. Parang borgan seri qizidi. Shu oraliqda boshqa biri o'tirg'i chiqib, yangi parang boshladi. Lechun Van ordi parangchisi bilan Molla Zaydinni uchrashtirib, bas-basga solmoqchi bo'pti. Bularning gapchiligini anglashqa ulug' ushaq jimi odam to'planibdi. Ordi parangchisi qonshorliq,
uzun burun odam kantoq. Molla Zaydin ora boy, sal qo'rsaqlik kantoq. Bular maydonga tushganda bir-biriga sinchilab qarab, ayib izdishibdi. Bir ozdan keyin o'rda paranchisi so'z boshlabdi. Ajoyib bir qirin ko'dim, qirinlardan cho'ng qirin. 10 qiringa sapan silib, o'ynab yurib, yer tering deb tikan Molla Zaydin. Bir burun ko'dim ajab, cho'ngliqda bir potay burun. Ol burundan qarasa, rum ko'ringay kashqurun debdi. Shu alli o'rda paranchisi 2 qat xotinga o'xshash tangniday qursoq silib, yeganda u arpinini, ishganda oshqi purchoq silib debdi. Molla Zaydin shu Allah, ol burunki burjak tomdak cho'qchib turgan burun. O'tgan kashgan itlasiyib, rasvo azim bo'lgan burun deb tikan. O'rda paranchisi buningga taqobil kelgudak gap topolmay, duduqlab turib qolganda, Molla Zaydin yana so'zini davomlashtiribdi. Ol burunki uyga kirgay, eshik ochmasdan burun. Burni berib to'rga yetgay, o'zi kirmasdan burun. Osh kelganda oldiga oqqay uning sho'lgaylari dam tortidi oldirab, qo'shiq solmasdan burun. Barsa o'choqning oldiga ol beadab o't yoqqili. Burni berib kul oladur, o'tni yoqmasdan burun. Tart burningni vaqtida gapga to'ymasdan burun. Burningga bop go'ringni chop, tirik o'lmasdan burun debdi. O'rda paranchisi gap qilinmay, Molla Zaydinning og'ziga qarabli qopdi. Tomosh ko'gichlar uzoqqicha kulib, o'zini to'xtatolmabdi. Ko'pchilik qaqoqlab kulishdi. Kulka texi besilmasdilla yana bir yangi o'yin boshlandi. Bu Molla Zaydinning mashrab so'rinlarida o'ynab, xalqni kuldiradigan mashhur o'yinlaridan biri edi. So'qishqoq ayolning adabini berish deb atiladigan bu o'yinda bir yigit ayolcha oddiy kirim qilib chiqib, eri bilan jidallashdi. Xetimni olaman, xetimni be. Ayol kishining ochiq va chirqiroq ovozi anglanish bilan hayron qolgan kishilar cho'chib, bo'yindab qarashib turadi. Qorong'ulik ichidan bir bilan ayol jidallashgan peti so'rishib o'tirg'i chiqdi. Xetimni be, bugun basangmi bersan, bamisangmi bersan? Oy, apse unda qilmanglar, xetingni olsanglarmi, yo'lni tepib elinglar, unda zo'rlik qilmasanglar-chi. Yo'l degan shu, xetimni be degandiki xetimni be. Buningdan boshqa yana qanday yo'l bo'lsin? Gapimga kirmagandan keyin xo'p bo'ldi. Endi xetimni be, bamay qutulolmaysan. Gapingni yirmay, siziqingizdan chiqmay. Nima desanglar, ma'qul deb kelyapman-ku. Qani qaysi gapingizga kirmabdiman? Bir daqiqinglar. Qaysi gapga davatqinini? Men sana o'rg'aq deganni bo'langa tashlab qo'y desam, nimishqa to'risqa qistirib qo'ysan? Gapimni anglaganing shumi? Ha, shu gapmidi? Quloq silinglar xotin. O'rg'aq degan yilda bir qatim ishiltadigan shamshardak ittik asbob. Unda nozik asbobni tom to'ylariga tashlab qo'yg'ili bo'lmaydi. Kelganligiga tashlab qo'ysang, bir kishi ko'masdan dastlab solsa yoki vallah o'ynaymiz deb tutib qo'ysa, chatoqning cho'ngi chiqidi. Shunga to'risqa qistirib qo'ydim. Buning nima yomini? Ha? Ko'ra buni. Sen nimishqa qasdan men bilan qirishib, o'rg'aqni to'risqa qistirding. Meni bilmaydi odamsan. Sen yer tavirsa, o'rg'aq to'risdan tushib, beshikdagi bolaning qursiqiga sanjilsin, bolasi o'lsin devatsan. Qandaq bilandikanman, aslida niyating buzuq. Bir bolani 9 oy 9 kun qursoq ko'tirib tug'ib, beqib cho'nqimaq shuncha oson ishmi? Sen endi to'la gap qilmay, xetimni be. Ha, shundoq gapmi? Shundoq bo'lmay, sen niyati buzuqning maqsadini allaqachon bilib bo'lgan edim. Men degandek bo'ldi-ku. Mana bir obdan cho'ng bo'lib qolgan bola edi. Voy bolam, dunyoda bir talla bolam, otang degan galvon sarang, sana zomin bo'ldi bolam. Qanday qilay oppoq bolam, qanday qilay chidamayman bolam. Voy, opsa yig'lamasanlar-chi. Mening bu o'pkam o'rilib, ko'nglim buzilyotdi. To'la balaxshimay, xetimni be. Voy bolam, oppoq bolam, voy jinim bolam. Voy bolam, yosh turib ketgan bolam, qayon boray bolam, qayon turay bolam. Endi kimni bola deyman bolam? Bog'dagi pedigan lozni bolam deymi bolam? Qandaq bola degan tatliqmikan? Yig'la, rosa yig'la ha. Ayol ikkisi teliqib yig'lab, jahonni beshiga kiyishdi.
Buni anglagan bir necha kishi musibat ustiga kirib, ar bilan qo'l elishib ko'rishgach, al-hukmilillah deyishdi. Ayolga qarab, sabr qiling deb tasalli aytib chiqib ketishdi. Ar yig'lashdan to'xtab, eg'ildan semiz bir o'chkani yetilab chiqdi. Ondan put-qo'lini bog'lab bo'g'izlashga tayyor qildi. Öksib yig'layotgan ayol birdilla to'xtab, arning oldiga kelib so'radi. "Ey sarang, nima qilay deyapsan?" O'ltirman. Nima? O'ltirib balig'i nazar qilmaymizmi? Qaysi balig'i? O'lgan balig'i-chi. Nadi gapni qilyotganida bu sarang? Seni sarangmi, men sarangmi? Saranglik sendan oshmas. Amsa atiganda nima deb yig'lading? Nima deb urishding? Nima deb xitingni olmoqchi bo'lding? Avval sen yig'lading, sana qarab men yig'ladim. Hozir ichibidoq jamoat kirdi. Endi nazar qilmay bo'lamdi. Nazar qilmasak, xalq olam oldida sat emasmi? O'shkini o'ltirgizmayman. Halqa olaman deb samirtgan o'shka bu. Uning bilan mening korim yo'q. Men bu o'shkini o'ltirman, nazar qilaman. O'shkiga sizning tishing patmaydi. Men buni otamning uyidan epkagan. Teg'i mundoq gap bormi? Dedi ar va o'miyib qarab etib tagbir o'qidida pichoq surkashga tamshaldi. Pichoq o'z bo'yniga surkilayotgandek betaqat bo'lgan ayol chalvaqib kelib arning qo'liga esildi. "Ha? Rostdan o'ltiramsan, ha?" "Rost bo'lmay, yiroq tur. Paylingizni yenang, men xush bo'lay." Qo'limni qo'yivat. Halilulloh, Allohu akbar. Men xush bo'lay. Bekordan bekor o'shga o'ltirib nima qilamiz? Nemishqa bekor bo'g'idak. Bir bola o'lgan tursa kichik ish bo'lamdi. Nadiki bola? Tug'ilmagan bola qandoq o'lsin? Tug'ilmagan bola? Tug'ilmagan bola o'lmaydi odamsin, ha? Ahmaq. Amsi nemishqa yig'lading? Nemishqa janjal chiqarib xetimni olaman deding? Sat emasmi? Men endi sening mushu sat xuyung uchun bo'lsimi, o'shkini o'ltirib, xon talash qilmasam hisob emas. Halilulloh, Allohu akbar. Jinim otsi, men xush bo'lay. Paylingizdan yenang bir jup halqa qilib olay. Paylimdan yanmayman. İkimiz to'y qilib, bir uyda o'tkili 30 yildan oshdi. Mushu kamgicha ikkimizning sho'rpisi qo'shilg'ini yo'q. Izzat atmasdan o'shkini otamning uyidan akalgan deyapsan. Uning ustiga hamisha o'rinsiz jidal chiqarib, urush talash qilasan. Men endi mushunda qiliqlarimni tugutish uchun bo'lsimi, otangning uyidan akalgan jondan aziz o'shkani o'ltirib ibrat qilmasam. Xush bo'lay jinim otsi, bir bo'lsimi sizdan, ikki bo'lsimi sizdan, paylingizdan yenam. Undaq bo'lsa, 30 o'g'ilning oldida buningdan keyin ola ko'ngillik qilmayman, urush jidal chiqolmayman, xetimni olmayman deb va'da qila olamsan. Qilaman, va'da qilay. Erimning mijozi eg'ir bisiq obdan odam, mening bo'lsa mijozim itdek, yengilrak. Sut bilan kirgan qo'y jon bilan chiqar degandek, mijozimni tuzlamay, pat-patli urush jidal chiqarib keldim. Bu yaqindan yana urushqim kelib o'zimni zodila besib olamadim. So'qishay desam, bira bahona sabab yo'q. Bir kuni o'ltirib qarasam, to'risda o'rg'oq ko'rindi. Buni bultur erim o'rmidan keyin qistirib qo'ygan edi. Men shu o'rg'oqni jidal chiqarishdan sababi qildim. O'yladimki, navoda men homildor bo'lib, bola tug'sam, tug'ilgan bolamni bo'shikka bilib, mushiyaga yotqizsam, olamadis yer tavrisa, qistirib qo'ygan o'rg'oq tushib ketib, bo'shikdagi bolaning qursiqiga sanjilsa, aran tuqqan bolam o'lib ketsa qanday qilgudakman? Bu aslida men bilan qerishib bolamni o'ltirish uchunla o'rg'oqni to'risga qistirgan ekan debla necha kundan xo'ylinib so'qish boshlab xetimni olmoqchi bo'lganim rost. Xaloyiq, mening bunday qilishim to'g'ri emas. Kechiringlar. Xaloyiq, anladinglarmi? So'qishga xotinla mana mushundoq bo'ladi. Dedi ko'pchilikka o'z ayolini ko'rsatib. So'rinda kulki ko'tarildi. Kishilar boshlarini langshitib ibrat elishdi. Ba'zilar kulki aralash varqirab, "Lekin senmi so'qishqoq ayolning adabini toza berding. O'shkini o'ltiraman deb jon tomirini tutib olding. Buningga qaraganda senmi bosh kelmading juma?" "Mening qo'limdan bunchalik ish kelmaydi. Molla Zaydin qilgan ish." Molla Zaydinning nomi otilish bilan so'ringa boshqacha jon kirib kulki avij oldi. Molla Zaydin haqida nurg'un latifalar so'zlandi. Qiziqchiliklar, o'yinlar o'ynaldi. 7 quduq o'tingidagi oydin kecha odatdan tashqari ko'ngillik, jalliq, qizg'in kayfiyat ichida o'tib-o'tadi. Osmondagi yulduzlar go'yo o'tangdagi jalliq kayfiyatga shayda bo'lgandek bas-basda jimirlaydi. Parang qizimoqda.
Kulka xuddi dengiz shovqinlaridek uzluksiz ko'tarilmoqda. Kishilarning bunda qizg'in xushalliqi harvidan tushmay yotgan ulug' daringa ta'sir qilgan edi. Shunga uning necha qitim harvidan tushib, xalq to'piga qo'shilib, ular bilan bir iqimda kulgusi keldi. Afsuski, salohiyati uni cheklab turadi. Bunda katta arbobning o'tangdagi oddiy xalq orasiga qo'shilib o'tirishi go'yo sat bo'ladigandek yo'chun to'yulatida paylidan yenib o'zini besib oladi. Lekin pangning oldi tarafdagi kichik eshikni boshqalarga to'ydirmasdan qiya echib qo'yib, shu yerdan xalq so'rindagi kayfiyat va qiziqchiliklarni ko'rdi. Kulgilarni bemalol anglab huzurlandi. Davlati Sulaymon, adolati Nushirvan, quvvati Rustami Dastan, saltanatda Sultan Sutuq Bug'raxon, hayvatda Chingizxon, ilm hikmatda Hazrati Luqmon, ordisi 7 qat osmon, lavhul mahfuzda putilmish oq ustixon, maishatda kang dostixon, bog'laridan sharbatlar oqqan, arg'umoqlari badaxshon, korizlari zarabshon, dushmanlari yer bilan jakson, mohi talatlik, mirosi davlatlik, siymosi so'latlik, izzati hurmatlik gang'ujam oliylariga kamal ehtirom ila ta'zim bajo keltirib, salomdan so'ngra ma'lum bo'lsinki, bu nomi tekkan hamon harbularni to'ldirib, suyunchilarni biz tarafga daryo oqqizmoqlarini reja aytimiz. Boz ma'lum bo'lsinki, kamina o'zini shuning uchun suyunch talab qilishga haqli hisoblaydiki, bu yaqinda bizga Beyjing xon huzuridan bir ulug' dorin kelib mehmon bo'ldi. Kamina bu katta dorin bilan sherin kalam suhbatlarda bo'lish orqali oldi bilan o'zlarining davlatlari ziyoda bo'lsin uchun bir muncha xizmatlarni ishladi. Ulug' dorinning taftish qilib, qonun jihatda hayvatlik ham unumli chora haqida izlanadigan muddaosini bilganimdan so'ng, buningdan 2-3 yil muqaddam saltanatlik orderlarida ijro qilingan ko'k gaplar jazosi chorasini tunishtirgan edim. Dorini anglab shu qadar xush bo'ldiki, xushalliqidan yerilib ketgili qil qoldi. Bu yaxshi chora ekan. Agar bu chora biz orqali xonning huzuriga taqdim qilinsa, buni ixtiro qilguvchiga hisobsiz martabala tortiq qilingusi deb va'dalar qildi. Men shu on oliylarining beshida texmi zo'r omad qushi agib turganligini ko'rib, go'yo bu qush mening beshimga qo'ngandek xush bo'ldim. Hosil kalam, hozir bu mehmon janoblarining huzuriga ravon bo'ldi. Yetib borgan hamon obdan mehmon qilib, uning ilkidagi angushtar, ya'ni baxt qushini qo'llariga elishlarini voqiflantirib, qisqacha bu suyunch nomini avatdim. Bu yaxshi soatda maqbuli dargohlaridan o'rin ilib, bizga oqadigan suyunchi daryolarini ravon qilg'ay. Assalomu alaykum, hokim. Lükchun Wang Qumul hakimi yozgan bu suyunchi nomini o'qitib anglagandan keyin ajoyib hayajonlanib, sharbatlar havzasiga cho'milgandek shirin suxan xiyollarga ketdi. Uning atrofidagi kahlar, xo'jidorlar, hukumatlar xatning mazmuniga doir qandoq so'zlar chiqadiganligini har kim o'z xiyollari bo'yicha tasavvur qilishib, Wangning og'ziga qarab o'tirishadi. Wang birdilla xiyoldan beshini ko'tardi. Bir qishini past, bir qishini egiz qilib, taqa shakllik burutini yemirib o'tirib, atrofga nazar tashlagandan keyin so'z ochdi. Tushidi sumroq ko'sa qandoq bo'lar? Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Sumroq aslida jannat qushlaridan bo'lib, podshohlar, xon xo'jlar xos nuri abshodin yoritilgan baxt qushidir. Ta'birnomalarning bayoni bo'yicha tushidi sumroqni ko'rish zo'r baxtdan beshoratdir. Shundoq, tushimda ko'rgan qushni bir turib sumroq degudakman, bir turib emas degudakman. Shundoq dargumon holatda turib, bir dilli sumroqni minivog'udak bo'ptiman. Uningdan keyingi ishlarning qandoq bo'lganligini bilolmay qoldim. Barakalloh, barakalloh. Tushdi mundaq ro'shanlik nihoyatda kam uchraydi.
tushlarda ko'rgan qushni bir turib sumruq, bir turib emasmi deb dargumon bo'lishlari o'tirdiki, bir oz majhullikning alomati. Suyunch nomining bizga yiqilib kelayotganligi, texi qo'limizga tegmaganligining beshoratidir. Allohning porloq kuni chiqib, tong yo'rishi bilan bu xat qo'limizga tegdi. Buni sumruq kelib, beg'imizga qo'ndi deb hukm qilishga haqliqmiz. Amdi gap sumruqqa minsakli bo'ladi. Xudo xolisa, kishi hayron qolgudek baxt kelib o'tibdi. Berilgan tadbirlarni mamnuniyat bilan anglagan Wang yetarlik qanoat hosil qilgandan keyin ancha o'ylab turmasdilla kelayotgan darini kutib olish to'g'risida keskin buyruq tushirdi. Shu kuni kechda Wang 20 dak odam bilan pichonga qarab yo'lga chiqdi. Daringa atab bir dona chilan to'riq otni yuyib tarab, maxmal bilan qoplangan. Kumush uzangilik xos to'qimliq maxsus shahani egar to'qib, egar ustiga qizil tovar ko'rpichi silib, tajribalik ot boqar matguliga yetilitib, billa elib chiqdi. To'limdek samirib ketgan qora qichir qo'shilgan o'rda mapisini billa elib keldi. Shahar jallandi. Keladigan katta mehmon to'g'risidagi xabar ulug' ushaq hammaga anglandi. Jakarchilar ko'chuma-ko'cha yurib, kelgusi mehmondan xabar yetkazdi. Shahar bo'yicha tozalik boshlandi. Ko'chalar supurib tozalandi. Usti-ustiga suv sepib, yo'llarni parqirtibdi. Darin tushkun qiladigan qasr texmu yaxshi tozalanib, yog'da yig'lagandek pokizlandi. Darvoza oldiga gullik panuslar esildi. Soda do'konlari shalpar osdi. Umuman, hamma yer ulug' darinning hurmati uchun alohida zinnatlangan edi. Mehmonning chiqdimga yetib kelganligini choparmanlar yetkazib keldi. Hamma tarafda tayyorliklar, tipirlashlar boshlandi. Otlar to'qildi. Shahar amaldorlari, oxunumlar va boshqa yurt kattalari langarga menish uchun taq bo'lishdi. Hammaning oldida Wang o'z odamlari bilan mangdi. Uning orqasidan 50-60 otliq yurt kattalari to'p bo'lib yo'lga chiqdi. Langardagi ayvoncha osti alohida zinnatlangan. Rangarang gilam poyandozlar bilan purkalgan edi. O'ttirg'i bo'ylab selingan cho'ng dasturxonga non to'qach, qand gezaklar, qo'g'un tavuzlar va uzumlar tizilgan edi. Langardan qaraganda sharqqa so'zilgan ko'na harbi yo'li yilon bag'ri bo'lib ufqqa tutishadi. Karvonning qarisi texi ko'rinmaydi. Bu fursatda Wang ayvonchining shimoliy tarafidagi so'gatlikda so'rin tuzib, apyun chekishga boshladi. Shu asnoda mehmonning qarisi ko'rindi. Uzundan uzun so'zilgan keng soyning u beshidagi ufq siziqida qora chekitdek ko'ringan karvon borgan seri yaqinlashmoqda edi. Harva qo'ng'iroqlarining jaranglashlari, harva chaqlarining g'ichirlashlari, ot tuyoqlarining o'pir-to'pirlari nihoyatda yiroqdan anglanadi. Langarga to'plangan kishilar taqazzoliq bilan yo'lga qarashadi. Xumari besilgan Wang hujumu tamoki chekishdan to'xtab, ayvoncha ostiga kelib yo'lga qaradi. Harvalarning yetib kelishiga 30 quloch oraliq qolgan edi. Darin o'ltirgan so'latlik harva sarki bo'lib hammaning oldida keladi. Wang hoji boshliq amaldorlar va boshqa yurt kattalari oldiga chiqib sap tuzishdi. Harva sap oldiga kelib to'xtaganda Darin pangdan beshini chiqirib ularga minnatdorlik bildirdi va kichik shota orqali harvadan tushib Wang hoji boshliq hamma kishi bilan bir-birlab ko'rishdi. Yo'l azobi, go'r azobi, uning ustiga qomul yo'li to'limi uzun yo'l. Janobi Daringa ig'ir hardoq yetgandi. Deydi Wang mehmonni ziyofat dasturxoniga qo'ltiqlab ketib etib. Ular odatda oz so'zlab o'z inovatini saqlashga alohida ko'ngil bo'ladigan bo'lsa-mu, lekin cho'ng amaldor Darinlarni ko'rganda ushoq tillari chiqib bulbul bo'lib ketadi. Har qaysilarida kattalar bilan didor ko'rishganda har qancha hardoqmi attiganlik tumandek to'zib ketmamdi. Shundoq,
3 kundan buyon yo'llarga qarab ko'zlarimiz teshilay deb qolgan edi. O'zlarini ko'rish bilanla bizning muhardiqimiz chiqib, ko'zlarimiz o'rniga tushgandek bo'ldi. Yo'lga qarash, yo'l mangandimi ig'ir ish. Harpa oqshimi hamma odam oy ko'rishga talmirganga o'xshash bir ish. Oyni ko'rgandan keyin atsi keladigan hech yana shu odatdagi ishqo. Yo'q, men bunga qo'shilmayman. Herkes onunga o'xshatqili bo'lmaydi. O'zlari degan bizga bebaho aziz mehmon, etdinmi ziyoda xushallik, tantana. Darin boshliq hammaylan dasturxon ustida bir muncha suhbatlashgandan keyin otlanib shaharga bormoqchi bo'ldi. Daringa atab elib kelgan so'latlik to'riq otni Matguli o'z qo'li bilan yetilab kelib, supining yeniga to'xtatdi. Wang Darinni ot minishga taklif qilganda Matguli uning qo'ltiqidan yo'lab otga mindirdi. Ammo u Darinni yo'lab otga mindirganda nima uchundir uning ko'ziga bezanglik bilan qarab kulimsirab xatolik sodir qildi. Uning beadabligini ko'rgan Darin g'azab bilan chekchiyib Matgulini aybladi. Bu ishlarni ko'rib turgan buyanqi kishilarning Matguliga intayin ochiqi keldi. Yo'l ustida G'ojikoh uni yeniga chaqirib, "Yeshin cho'ng bo'lgan bilan ba'zi ishlarni anqirib ketanmaydi ekansan. Mundaq esil dorilarni ko'rganda yer beqiyib turish kerak. Sen unda qilmoqti yo'q. Dorining ko'ziga bazmorigan mushukdek bezanglik bilan qarading. Uning ustiga hurmatsizlik bilan kulimsirding. O'zing o'ylab baq. Dorin sening tang tushing bo'lmasa, nemishqa bezrayib qarab kulimsiraysan. Bunda qilishing to'g'ri emas. Buningdan keyin diqqat qil." Men bir otboqda odam, undaq inchiki taraflarni o'ylab ketanmabdiman. Matgulini buyanqi koh do'rg'alamu taraf-tarafdan do'shkalab yo'l bo'yi xeli cho'qidi. Do'rg'alardan biri azmili qilib to'li so'zlab, "Qani aytqina, nemishqa kulding?" deb topi qilaverdi. Matguli uning so'zlariga tishi qiyirishib, "Men u Darinni bir kishiga o'xshatib kulib qo'yibdiman" deb qutulmoqchi bo'lavedi. Do'rg'a bu so'zga texmi chaplashdi. "Ha? Qani aytqina, kimga o'xshatding?" Matguli bu chaqda Darinni Mulla Zaydinga o'xshatdim deb salg'ili qil qoldi. Bu so'z og'zining uchiga kelganda nima uchundir o'zini to'xtatib elib, "Ish qilib, men u kishini biriga o'xshatganda qildim, ammo kimga o'xshatganligimni aniq deb bermayman" dedi-da, bezang do'rg'idan oran qutuldi. Darinni shaharda bir kun mehmon qilib orom oldirgandan keyin atisi saharda Lükchunga elib mangdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Mulla Zaydin haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Atılıkki so'roq hozirlansin. Zindonda qancha kishi bo'lsa, hammasi ep chiqilsin. Kaptar tayyorlab qo'yilsin. Men mu og'zimdan chiqolmagan bilan uzundan shunda xiyol qilib kelyapman. Bugun ko'nglimdagini topdim. Ikkimizning xiyoli bir yerdan chiqdi, ha?